Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugungi sahifada men sayyor holda fikr yurgizmoqchi. Men 3-oyning 25-kuni tunji qitim YouTube kanalida pensiya pul haqida bir leksiya so'zlagan. Shundan keyin haftada bir qitim degidek har xil asosli iqtisodiy masalalarni ko'radigan holda o'zimning o'ylaganlarimni so'zlab kelyapman. Albatta, har bir ishning xulosasini pat-pat qilib bo'lgan yaxshi. Men bu shu 2 oyga yaqin vaqt ichida zaten nima temalarni so'zildim, nima so'zildim. Shularni ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashmoqchi va hamda bundan keyingi yetmoqchi bo'lgan nishonlar haqida o'zimningki tashabbuslarimni o'tirib qo'ymoqchi. Mening bu YouTube kanalida leksiya so'zlashimga turtki bo'lgan bir necha Amerikada yangidan xizmatga chiqqan ini singillarimiz bo'ldi. Bu ini singillar xizmatga chiqqan vaqtda pensiya puliga pensiya puli haqida bir necha savolga duch kelibdi. Yani maaşının bir kısmını pensiya pul qo'ymaslik, agar uni hozirning o'zida qo'ysa, hozir qo'lga tegadigan pulninki ozulab qolganligi qo'yimiz qanday bo'lganligi degandek to'g'risida. Men buni iqtisodiy nuqtadan chiqib, bularga tushuntirib, pensiya puliga qo'yish haqida bularga boj va boshqa siyosatlarninki ta'sirlarini tushuntirgandan keyin ulardan bir ikkisi aka mushu xil qarashlaringizni YouTube so'zlab bersangiz kan qarindoshlarimiz bir xabar topgan bo'lsa degan. Shundan keyin men pensiya puli haqida bir ikki leksiya so'zladim. Undan keyin ko'pchilik har xil savollarni so'rashdi. Men asli kelib chiqishim o'qituvchi odam, savollarni ko'rsam javob bergim keldi. Shuning bilan hozir qadar bir 2 oydan ortiq vaqt ichida har xil temalarda so'zlab keldim. Yani buningdan maqsad nima deganda bir kishilarimizga ozli bir nap foyda bo'lib qolsin shu gaplar deb. Chunki biz nihoyat uchurlar bilan qoplangan bir dunyoda yashayapmiz. Har xil uchurlar. Uchurlarning hammasi foydali emas, ba'zi tarafdan ziyonli. Lekin muhim masala o'zimizning, xalqimizning kelajagiga boshqa turish, o'zimizning ahvolini yaxshilash, xalqimizningki parlaq kelgusini yaratish uchun tirishish. Bu quruq gap bilanla barliq kelmaydi. Her birimiz, her bir aile, her bir avlod va har bir ajdod bunun kallaqa to'g'an vaqtda o'rtaq bir ovoz chiqargan vaqtda anandikin ishlarimizda yaxshilanish bo'ladi. Biz bir odamning hayotida sog'lomlikni aytmoyim, hammamiz sog'lom, bejirim holda sifatli yashashni orzu qilamiz. Shuning bilan birlikda ma'rifni aytmoyim. Ma'rif nurg'un narsalarga ma'rifning ta'siri bor. Masalan, kasblarni tanlash, xizmatga o'rlashish, bir muhtojiyatdan xoli holda yashash deganlarga nisbatan ma'rifning ijobiy ta'siri bor. Andan keyin turmushda har xil hayotda har xil tanlashlarni qilgan vaqtimizda to'g'ri xatoni bilish degandek nurg'un masalalar bor. Mana shu narsalarni biz idroklik holda bilib turib qilsak, tanlasak, harakat qilsak, ondan uning o'lim bo'ldi. Agar qariqlachiq qilsak yoki allaqanday bir to'g'ri bo'lmagan ko'z qarashlarga ishonib ketsak, o'rak tushib ketgan ishlar bo'ladi. Shunga shularni men o'zimcha his qilib yetganligim uchun buni aytib zarur ekan qarindoshlarimizga boshqa bir nuqtadanmi shu o'zini mukammallashtirish, o'zini yaxshi qilish to'g'risida o'zining hayotiga, real hayotga munosabatli bilimlarni bir ta'minlaganning foydasi bo'lib qolsa, foydasi bo'lish mumkin degan qarash bilan men shu leksiyalarni davomlashtiryapman. Shundan keyin nurg'un qarindoshlar mening bilan aloqalashdi. Har xil savollarni so'rashdi. Uyg'ur korxonchilik to'g'risida, Uyg'ur sanoat bazasini barpo qilish to'g'risida, Uyg'urlardagi ishsizlikni yo'qotish to'g'risida, nomrodlikni tugutish to'g'risida shunday savollarni o'tirib qo'yishdi. Uningga chamamning yetishicha javob berdim. Yana bir qism qarindoshlar, yana bir qism savollarni so'rashdi. Masalan, Turkiyada paychiga ilish, paychiga ilish olmaslik, qanday payni ilish to'g'risida ularga ham ba'dim men bir ayrim so'zlayman deb javob berib qo'ymadim, buna javob berman. Xo'sh. Endi hozir dunyoga qaraydigan bo'lsak, dunyoning ishlariga qaraydigan bo'lsak, ikki cho'ng davlat Amerika bilan Xitoy o'tirishga munosabat jiriklashib qarab ketyapti. Nurg'un masalalar bor. Buni o'zingizlar o'qisizlar hozir xabarga diqqat qilib turgan bo'lsangiz, uni o'qisizlar. Amerikaning o'zida mana bir masala chiqdi. Ya'ni George Floyd deydigan bir qartanlik kishini oq tanlik soqchininki qo'pollik qilishi bilan uning hayoti
hayotiga bir zamon bo'ldi. Lekin bugun ular to'rtlisi, shu maydonda bor 4 saqchi jazoga uchrash oldida turdi. Demak, qonun davlati degan shu. Albatta biz har xil shakldagi irqchilikqa, har xil shakldagi kamsitishga qarshi Allohninki ko'zidimi hammadan baravar, shuning bilan birlikda qonun oldida hammadan baravar, hech kim ustun turadigan ish yo'q. Lekin real dunyoda bu xil tangponlikni, bu xil baravarlikni ishga oshirishda yanala yashayotgan jamiyatimiz, o'zimizning sifati, o'zimiz barpo qilgan jamiyat, o'zimizning tirishchanligi buni aytib muhim. Shunga ishni o'zimiz qila oladigan dayet, albatta bizning oldimizda har xil ishlar bor. Biz qila oladigan ishlar bor, biz qila olmaydigan ishlar bor. Biz qila olmaydigan ishlarni Xudoga qo'yib, biz o'zimiz qila oladigan ishlarga cho'qim tirishimiz kerak. Bu albatta ijtihod, tirishish, bilim egallash, to'g'ri tanlashlarni ilib berish, hayotda to'g'ri yashash, shuning bilan birlikda bir insoniyatni söyish, hayotni söyish, o'zimizning madaniyatini söyish, bir-birimizga mehribon bo'lish, bir tartibli bo'lgan, qizg'inlikqa to'lgan, umidga to'lgan bir jamiyatni barpo qilish dunyoning qayerda bo'lsak. Buning uchun tirishishimiz kerak albatta. Bunga bilim ketadi, niyat ketadi, qat'iylik ketadi. Ben o'sha o'zimning beshimdan o'tgan sarguzashtisidan chiqqan yakunlarni yozma shaklda ifodalagan, shundan bir narsani o'qidim. Masalan, sog'lomlik masalasida men abay dedim-ku, sog'lomlikni aytib muhim dedim. Sog'lomlik to'g'risida yozmamni o'qidim. Undan keyin Amerikada xizmat etish jarayonlarimni so'zlab berdim. Bir ilhom bo'lib qolganimni dedim. Amerikada doktor bo'lgan Uyg'urlarning hikoyasini deb berdim. Kishilarga rag'bat bo'lamdiki insonlarimizga deb. Chunki bu rag'batning kuchini aytib muhim. Ben sizlarga bir yerda bir paqaning hikoyasini aytib beraman. Bir to'p paqa ko'chada ketyapsa, ularning ikkisi ozga olishib ketibdi. Ozga olishib ketgandan keyin bu ikkisi chiqaman deydi-da, jonliq bo'lgandan keyin. Qutulaman mishardan, o'nkirdan chiqaman deb. Bular o'zini uribdi, sakrabdi, o'nkir egiz bo'lib chiqamabdi. Chiqamagandan keyin yenidagi paqlar uning yanida turib olib debdiki, "Bo'ldi, siz chiqamaysizlar. Bo'ldi, siz mishardan o'zingni shehid qilib biz daqib berib ketaylik" debdi. Shuna bilan bir paqa ümidsizlanib, anglay oladigan, bu paqaning ichida birisi anglay olmaydigan gaspaq ekan. O'zini usib o'lyapti. Lekin gaspaq chiqdi desa, atrofdagilar vaqiragandan keyin, bo'ldi qil. Sen o'zingni o'tirib ol, bizni saqlatma, bu yerda chiqolmaysan, mumkin emas deb vaqirab to'g'lalasa, paqa olaning vaqirig'ini qarab turib, egizak sakradi. Oxirida lekin bu azqaldan chiqibdi. Chiqqandan keyin endiki paqalar, "Voy bu sen qanday chiqaladi?" desa, "Sizlar menga chavoq chaldinglar-ku. Sen egiz sakrayapsan, sen qila oladigansan, sen italayotgansan, chiqa oladigansan" deb, "Shunda deb to'ldinglar-ku. Shunda deb to'lgansizlar" deb ashuna debdi. Demak, kishilarningki shu bir jamoatning ichida shaylar, odamlar o'zi uchrayotgan inkoslarga nisbatan shuni qanday inkos qaytarishda shuni bilsa, buni aytib muhim ish demakchi. Demakchi, bu rag'bat buni aytib muhim. Rag'bat, yaxshilik, mehribonlik bizning jamoatimizga nihoyat muhim. Tartibsizlik, chechiranglik bu bizga ziyonliq. Shunga bir tartiblik jamiyatni barpo qilish uchun nima bilishimiz kerak desa, tartibsiz jamiyatning nima bo'lganligini biz bilishimiz kerak. Tartibsiz jamiyatningki bizga elib kelgan talabni nihoyat ziynini aytib cho'ngdi. Tartibsiz jamiyat masalan, İlahi kitaplarga asoslanganda olamning yaratilishida muayyan bir tartib bor. Mavjud narsalarning hammasining mavjudligining sababi va asosi bor. Shu vajdan tabiat dunyosida tartib bor. Uningda shu tabiat dunyosi, ya'ni koinot tartibsizlikning kelib chiqishidan ilohim saqlasin. Masalan, quyosh sharqdan chiqdi deymiz, quyosh bir kuni chiqmay qolib qolsin yoki g'arbga chiqib qolsin. Nima desa, zamon oxiri degan shu. Shunaqmi? Xudoyim saqlasin uningdan. Demak, xuddi koinot dunyosida tartib bo'lgandek, insonlar jamiyatning o'zining kishilar hayotlik faoliyatida amal qilgan bir tartibi bor. Biz shu tartibdan chiqib ketsak, tartibsizlikka tushib ketsaklar, ishlar qalayam qancha chiqadi. Tartibli jamiyatning taraqqiyoti tartibsiz jamiyatga qaraganda tez bo'ladi. Bu albatta bir xalqmi o'rtaq. Tartibsiz jamiyatda kishini bezor qiladigan, saskindiradigan, taraqqiyotga to'sqin bo'ladigan voqealar va ishlar doim yuz berib turadi. Tartibsiz jamiyatda ishning unumi bo'lmaydi. Ya'ni daryo bo'yidagi bir harvini turna osmonga, beliq daryoga, tulki quruqlik tortgan bir hikoya esinglarda qo'yayman. Ana shunday hikoyalar. Ya'ni tartibsiz jamiyatda kishilar dal o'sha hikoyadagidek maqsadning o'rtaq bo'lmasligi, niyatning oliqi, shaxsiyatchilik, manmanchilik, boshpashaqlik tufaylidan
ishlar oqmay qoldi tartibsiz jamiyatda. Tartibsiz jamiyat yana ishonch va hamkorlikdan bo'ladi. Kishilarning qo'g'lishligini ko'zning uchidagi narsalar bo'ldi. Ular adolat va samimiylikni bilib bilmay dafsanda qilishdi. Ilm ko'rmak qilmaydi. Nopozg'i cho'qinadi. Pul va huquq mastanligi, aysh ishrat kayfxumorligi ortib ketadi. Tafakkur yuksakligiga, hayotning ma'nosini tushunishga intilmaydi. Qisqasi, tartibsiz jamiyat kasal jamiyat bo'lib, uning cho'ng qiladiganini xarizorlikqa duchor bo'lgan avlodlar bo'ldi. Bizlar mushu xil xarizorlikqa tushib qolmasligimiz uchun xuddi Abduqodir Damollam aytgandek, insonni xor va zabun qildigini jaholat va nodonlik bo'g'iniga o'xshash deganidek biz bir taraq qilamiz deydiganmiz, niyatimizni birga qilib, ko'pchilik birimizni ko'proq mehribonlik ko'rsatib, bir yaxshi bo'lib yashasak, yaxshi bo'lishga intilsak, aqlimizni ishlatsak, tirishsak, ko'pchilik bir niyatda tirishsak, har qaysi yashayotgan yerlarimizda o'zimizning sog'lomligiga diqqat qilgan ahvolda, o'zimizning turmushlarda, iqtisodiy turmushlarda tanlashlarni yaxshi qilsak, oila muhabbatni kuchaysak, jamiyatlarimizda o'zaro birimizga mehr muhabbatni bersak, biz cho'qim bizning ishlarimizda nihoyatda yaxshi bo'ladi deb qarayman. Endi men bu yerda demoqchimanki, biz yaxshi bo'lib yashasak, yaxshi bo'lib yashasak, fazilatli yashasak, bu bizga nisbatan bizning parlaq kelajagimizni yaratishga nisbatan intayin muhim. Albatta, yaxshi bo'lib yashash uchun ma'lum fazilatlarga ega bo'lishimiz kerak. Marcus Aurelius degan kishi bunday deydi. Yaxshi odamning qanday bo'lishi kerakligi haqida vaqt isrof qilmay, yaxshi odamning o'zi bo'ling deydi bu kishi. Menimcha, bir odamning yaxshiligi uning fazilatlariga ko'milgan bo'lib, inson fazilatining sifatlari har xil. Uning ba'zilari tug'um bo'lsa, ba'zilari insonning hayot musofasi jarayonida kechmish va tarbiya asosida shakllandi. Men barliq fazilatlar ichida buni 3 xil fazilatga yoshirilgan yaxshilikni intayin ulug'layman. Birinchisi mas'uliyatchanlik. Bu xil fazilat bor kishilarning vujudidan aql tamsa, harakatidan tirishchanlik aql. Mas'uliyatchan kishilar bolalarga, oilasiga mas'uliyatchan, bolalarni suydi, oilasini suydi. Bunda qadam cho'qimki, xalqini suydi, hayotni suydi, insoniyatni suydi. İkincisi mehribonlik fazilati. Bu mehribon kishilar shaksizki yaxshi kishilardan bo'lib, bu xil haqiqatga qil sig'maydi. Ya'ni mehribonlik ajoyib bir kuch. Ondan keyin muhimi umidvorlik. Umidvor kishilarning istiqboli, ya'ni kelajagi bo'ladi. Ular irodasiz bo'lmaydi, tushkun bo'lmaydi. Har bir kunni so'yib yashaydi. Ular atki rohat uchun bugun ter to'kishning zarurligini biladi. Shunga dunyoda nurg'un ishlar bo'lyapti. Cho'ng davlatlarda o'tirishda ziddiyatlar ko'payapti. Har qaysi davlatlarda o'zga kuchli masalalar bor. Mayli qanday qilishdan qat'iy nazar biz cho'qim kallamizni sagak salmoq tutib, tijoratchilarimiz, korxonchilarimiz korxona tijorat qurish bilan, xizmatchilarimiz desa o'zimizning xizmatda yuksalish uchun barliq yangi bilimlarni egallab, pul muomalatidagi, iqtisodiy jihatdagi tanlashlarimizni yaxshi qilib, bolalarimizni yaxshi o'qitib, sog'lomligimizni yaxshi qilsak, fursat izlab sagak yashasak, cho'qimki biz bir oila, bir shaxs sifatida, bir xalq sifatida yaxshi kunlarni barliq keltira olamiz. Hechumi deganda Vengriyaning shoiri Beethovenning bir gapi bor. Dunyoda hammadan hayotlik qimmat, hayotdan qimmat muhabbat va lekin ozodlik, erkinlik uchun har ikkisidan kechman albatta. Biz hayotlikdanmi, muhabbatdanmi kechanmagan hozirgi sharoit ostida nima qilishimiz kerak deganda, hechumi deganda hayotimizga muhabbat bag'ishlab, cho'qim kunimiz yaxshi bo'lib, yaxshi bo'lib yashamog'imiz zarur. Rahmat.